eng xato yo'li vizajistlarda ko'pchilik hozir почти bir 50-60% hali ham o'sha uslubda ishlaydi, kresloda yotqizib qo'yadi-da. Oddiy bunday olganda ham mana kresloda yotgan vaqtda mana yuzni nimasi shakli umuman pastga oqadi-da. Pastga oqadi, tasavvur qiling, siz zo'r qilib makiyaj qildingiz, shunday turdim, bitim уже pastga joyiga keldi-da. 99% ishim o'zgarib ketardi. Men hozir yotganda o'sha narsani qildim, mana yotdi, ko'zlarim zo'r ochiq turibdi, turgandan keyin o'sha qovoqlarim tushyapti-da, men qilgan narsa umuman boshqa narsa bo'lib qolyapti-da. Ko'p qiynalganman. Keyin eshitib qoldim. Eng to'g'ri yo'li vizajistlarda to'g'ri ishlashi o'tkazib, prям model to'g'ri o'tirsin, o'shanda to'g'ri yuzda makiyaj qilsin. Birinchi o'rganib kelganlarga qiyin bo'ladi, chunki sal yengilroq ishlaymiz. Qo'l yuqorida ishlagandan keyin yengilroq ishlash kerak. Boyagi xohlagan narsamizni oldin bostirib qo'rqib ishlaymiz boshida. Hozir bunda sal yengil ishlagandan keyin ana ko'nikishki bo'lib ketadi. Hozir turg'izib, "Sho'rboy kreslongizni bering, uxlayman men. Nima bunaqasini qo'yib qo'ydingiz?" deyapti. Lekin eng to'g'ri yo'li vizajistlarda o'tkazib qo'yib, model mana shunday prям yuzi tikka holatda makiyaj qilish.